Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Avtozbegim hamda kanal admin Shuhrat. Mana bugun Sergeli mashina bozoridamiz. Qo'ldan kelgancha yaxshi Nexia 1, Nexia 2 larni sizlarga video davomida ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Albatta kamtarona mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holda videoga like bosib, kommentariy yozib, albatta kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmaydigan umiddaman. Chunki men yil oxirigacha kamida 50 mingta atak 100 mingtaga chiqishimizni kerak. Sizlarni podдержкалab men uchun juda ham muhim. Demak, biz videoni boshladik. Okey, bizda navbatdagi Nexia 1 mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2006-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglariga keladigan bo'lsak, 462 ming kilometr masofani bosib o'tgan mashinamizning salon holatlarini ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari bor, mexanika korobkada. Konditsioneri ham ishlaydimi aka buni? Konditsioneri? Ya konditsioneri ishlaydi? Konditsioneri ishlamasa ekan, yo'q ekan aka. Mashinamizning salon orqa holatlarini ko'rsatamiz. Salon orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. O'rtacha holatda turibdi. Endi menimcha narxiga yarasha bo'lsa kerak. Mashinamizning balon holatlarini ko'rsatamiz. Aka, balon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Mashinamizning propan gazlari bor. Kraskasi shep. Padibga sepilgan, ichlariga o'tmagan, udar yo'q-a? Oldida hozirroq qo'llari butun. Ha, qo'llari butun ekan. Qo'yilgan tayyor. Narxi shep. Sonus tramblyor deysiz buni? Sonus tramblyor. Narxi shep. 2800 bo'lsa beraveramiz. 2800 bo'lsa beraverasiz. Yana bor? Оформление. Nomeringizni aytib 95lik 95lik 117 1211 ismingiz? Abdusamad aka. Mashinamizga kimga ma'qul kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bosinglar. Akalar, bizda navbatdagi Nexia 2 mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Probeg qancha deshib? 365 ming. 365 ming kilometr masofani bosib o'tgan mashinamizda salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari yo'q, poliklari bor, mexanika korobkada. Konditsionerlari ham ishlab turibdi. Konditsionerlari ham ishlab turibdi. Bu 1.6 Donus super konditsioner ekanda. Mashinamizning salon orqa holatlarini ko'rsatamiz. Salon orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatlarda turibdi. Tag'in ham o'zingizga bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Metan gazlari bor-a? Bor. Mashinamizning metan gazlarigacha bor. Mana o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Balon holatlarini ham ko'rsatamiz. Balon holatlari ham o'rtacha holatlarda turibdi. Tana o'zingizga bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Kraskasi aka? Kapot kriloda bor, unaqa seryozni. Kapot kriloda bor. Unaqa seryozni emas ekan. Narxi aka? Narxi 4200 aka. Polirovka и himsiga bonus qilib beramiz. Polirovka himsiga bonus qilib berasiz. Geni bormi? Geni gaplashamiz aka. Bundan sal pastroq kelishamiz. Yo'q, taqalgani. Taqalgani. Nomeringizni aytib oling. 77lik 127 0908. 0908. Ismingiz? Javohir. Javohir aka. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bosinglar. Akalar, bizda navbatdagi Nexia 1 mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Probegi 232 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari bor, mexanika korobkada, konditsionerlari yo'q. Bu Sonus tramblyor deb aytdilar akamiz. Metan gazlari bor. 2019 qo'yilgan ekan. Mashinamizning salon orqa holatlarini ko'rsatamiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatlarda turibdi. Balon holatlarini ham ko'rsatamiz. Balonlari ham uchtasi yangi ekan, bitta mashinasi sal anaqa ekan. Mashinamizning bagajlarini ko'rsatamiz. Telari ham Zapaska zavodskiy balon turibdi. Zapaska zavodskiy balonlargacha ham turgan ekan. Maptilarni ham ko'rasizlar, kelib chirib zanglar yomon bo'lib ketmagan ekan. Kraskasiga keladigan bo'lsa, kraskasini o'z uchun 1 yil oldin asvij chiqargansiz. Umuman kaltiga yo'q, любой проверка garantiya. Narxi shep 4200 so'raysiz. Avtozbegim nomidan chiqsa, chiroyli xizmatlarni qilib berasiz. Geni bor? Yo'q. Geni yo'q, faqat оформление. Nomeringiz? 33lik 39 6820. Ismingiz? Jafar aka. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bosinglar. Bizda navbatdagi Nexia 1 mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2006-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglariga keladigan bo'lsa, 378 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari bor, mexanika korobkada. Mashinamizning metan gazlarigacha bor. Salon orqa holatlarini ko'rsatamiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatlarda turibdi. Xo'p, endi balonlarga keladigan bo'lsak, balonlari yangi balon taqib qo'ygan ekanlar akamiz. Mashinamizdan xudo xolasa hech qanaqa xarajati yo'q deyaptilar.
motoriga keladigan bo'lsak, 1.6 dizel. 1.6 konservalarigacha bor ekan mashinamizdan. Endi narxchi aka. Kraskasi qayerda? Kraska etbet sepilgan, lekin etbet sepilgan. Ha, lak polni sepilgan, ha. Ani oldiga o'tib butun. Narxchi aka. 3,5 ming so'rayapman. 3,5 ming so'rayapsiz. Avtobusbegim nomidan chiqsa, faqat podpiska bo'lganini aytsa, aka, chiroyli qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Geni bormi? Geni yo'q. Geni yo'q, faqat oformlaydi. Nomeringiz? 33lik 33lik 708 708 80 80 33. 33. Ismingiz? Hikmat. Hikmat aka. Mashinamizga kimga ma'qul kelgan bo'lsa, okalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bosinglar. Okalar, bizda navbatdagi Nexus 2 mashinasi, mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2009-yilda ishlab chiqarilgan 1.6 super 5 konserver ekan. Okalar, mashinamizdan salon holatlarini ko'rsatamiz, ko'rishingiz mumkin. Akkuratlik qilib qo'yib turib akamiz, chexollari bor, poliklari bor, mexanika korobkada, metan gazlari bor, mashinamizdan konditsionerlari yo'q. Probegiga keladigan bo'lsak, почти 198 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizdan salon orqa holatlarini ko'rsatamiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatlarda turibdi. Tag'inam o'zingizga bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Mashinamizdan balon holatlarini ham ko'rsatamiz. Okalar, balon holatlari ham yaxshi holatlarda turibdi. Oka, kraskasicha. Kraska aka mana bu yerda pitno bor. Bu yerda pitno bor. Kriloda. Kapotda. Bunaqa strashniy avariya. Probegi o'ziniki, kam yurgan ekan. Bir qo'l mashina. Narxi deb 5,5 deb. 5,5 so'raysiz. Avtobusbegim nomidan chiqsa, chiroyli qilib skidkalarini qilib beradi. Faqat podpiska bo'lganmisan deb so'rang. Bular ham aytadi avtobusbegimdan chiqolman deb. Nomeringiz? 95lik 95lik 525 525 22 22 27. 27. Ismingiz? Nur Islom. Nur Islom aka. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, okalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Geni bormi yo'qmi? Nima narsa chiqadi? Geni ham bor. Bosib oringlar. Bizda navbatdagi Nexus 2 mashinasi, mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2015-yilda ishlab chiqarilgan, probeglariga keladigan bo'lsak, bor yo'g'i 133 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rsatamiz, ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari bor, mexanika korobkada, mashinamizning metan gazlarigacha bor. Bu mashinamizda 1.6 super 5 konditsioner okalar. Mashinamizning salon orqa holatlarini ko'rsatamiz. Salon orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatlarda turibdi. Tag'inam o'zingizga bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi okalar. Balonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Endi bagajlarni bitta ko'rsatamiz. Mashinamizni ko'rishingiz mumkin. Temir metan gazlarigacha bor. Telari chirib, zanglab yomon bo'lib ketmagan okalar. Mana shuncha harakat qilolmasiz, hali ham obuna bo'lishni esingizdan chiqarib olsangiz, obuna bo'lish esingizdan chiqmasa, narxiga keladigan bo'lsa, akamiz 5200 so'rayapti. Avtobusbegim nomidan chiqsa, faqat podpiska bosganini ko'rsa, mabodo chiroyli qilib skidkalarini qilib beraman deyaptilar. Mashinamizning gendavenslari ham bor. Kraskasiga keladigan bo'lsa, 30% diza, 30% kraskasi bor. Nomerlariga keladigan bo'lsa, nomerlari 94lik 94lik 444 45 65. Ismingiz nima deysiz aka? G'iyosiddin aka. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, okalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Aytgancha, bu egalaridan, mashina o'zlarining nomlarida. Bosinglar. Okalar, bizda navbatdagi Nexus 1 mashinasi, mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2006-yilda ishlab chiqarilgan, probeglariga keladigan bo'lsa, 213 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rsatamiz, ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari bor, mexanika korobkada super konditsioner okalar. Bu mashinamizning metan gazlarigacha bor. Donus ekan okalar. Bu mashinamizda salon orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Endi balonlarga keladigan bo'lsak, balonlari ham o'rtacha holatda ekan okalar. Orqalarini ko'rishingiz mumkin. Temir metan gazlarigacha bor. Telari zanglab chirib yomon bo'lib ketmagan okalar. Idealni bo'lib turibdi. Xo'p, endi narxchi aka. 4,5 nomzod. 4,5 so'rayapsiz. Avtobusbegim nomidan chiqsa, chiroyli qilib skidkalarini qilib berasiz. Geni bormi? Abbos, genimiz bormi? Geni bor ekan. Kraskasi aka. Kraska o't betida 2-3 ta petnosi bor. 2 joyda pitnosi bor. Ichlariga o'tmagan but-butun mashina. Nomerlariga keladigan bo'lsa, nomerlari 99lik 5-5-02. Ismlari? Boys. Ha? Boysxon. Boysxon aka. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, okalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bosinglar. Okalar, bizda navbatdagi Nexus 1 mashinasi, mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2004-yilda ishlab chiqarilgan, probeglariga keladigan bo'lsa, 265 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rsatamiz, ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari bor, mexanika korobkada, konservalari bor, test monitorlarigacha taqib qo'ygan ekanlar akamiz. Mashinamizning metan gazlari ham bor. Salon orqa holatlarini ko'rsatamiz. Salon orqa holatlari ham
Yaxshi holatda turibdi. Tana videoda yaxshi ko'rmayotgan bo'lsa, o'zingizlar kelib bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Mashinamizni balon holatlarini ko'rsam olasiz. Balon holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Kraskasi-chi aka? Kraskasi ko'rib olishadi. Kraskasi ko'rib olishadi. Narxchi 4400 deymiz. 4400 so'raysiz. Avtobusdagi nomidan chiqsa, chiroyli qilib skidkalarni qilib berasiz. Gem bormi aka? Men qilib beraman. Geni bor. Nomeringiz? 99lik 99lik 785 785 3136. 3136. Keyin Dons motor desa buni Dons motor ekan akalar. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bosinglar. Akalar bizda navbatdagi Nexus 2 mashinasi. Mashinamizning ishlab chiqarilgan yil 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Probeg qancha dedingiz aka? 188 ming kilometr masofani bosib o'tgan mashinamizning salon holatlarini ko'rsatib boramiz. Chexollari bor, poliklari bor, mexanik korobkada. Bu super kondisioner. 1.6 super kondisioner. Lasetti sidinalardan taqib qo'ygan ekanlar akamiz. Rullarni ham mana shu qichqini taqib qo'ygan ekanlar. Metan gazi yo'q aka, faqat benzinda. Kraskasi krilo bilan ichida bor. bitta krilo bilan? Ikkita krilo bitta ishi. Mashinamizning balon holatlarini ham ko'rsatdik. Balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Endi orqasini ko'rsatamiz. Akam o'zlari o'tiribdilar. Kurgovoy tayyorgarlargacha tortib qo'ygan ekansiz. 9 oy ruxsatnomasi bor. 9 oy ruxsatnomasi bor. Narxi-chi aka? 7300 ga berib yuboramiz. 7300 ga berib yuborasiz. Nima kelishtirasiz? Yo'q, bo'lish. Bo'lsa, nomeringizni aytib yuborasiz. 98lik 300 35 90 36 35 36. İsmingiz? Olam aka. Gendangiz bormi aka? Yo'q. Geni faqat apalmaydi, ya. Mashinamiz kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi akalar. Menimcha balandroq narx e'tibordilar yo'q. Faqat meni kommentda so'kmanglar. Bosinglar. Qadrdonlarim, mana bugungi videolarimiz ham o'z nihoyasiga yetib boryapti. Videomiz oxirida har doimgidek oltin boshinglar omon bo'lsin, musofirdagi akalarimizga, vataнимizga eson-omon qaytib kelishinglar tarafdorimizga hammanglar Allohga omonatsizlar. Bundan ham eng zo'rlarini, eng qimmat inomarkalarni haydab yaqinlarimizga podarka qilib, albatta ota-onamizning duoligini olish hammalarimizga nasib ro'za aylasin deb qolamiz. Keyingi videomizda qanaqa mashinalarni olib chiqinglar, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Joninglar sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.